Nima qilsang rozi qilgin otangni, ko'ngli ketsa so'yib bergin botangni. Nima qilsang rozi qilgin otangni, ko'ngli ketsa so'yib bergin botangni. Hech bildirma agar cheksang istamni, otang davri yana bo'lg'ay bo'lmalay. Otang davri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Parvarish aylagin mehriboningni, yig'lasa kuydirar istig'forini. Hech qachon ranjitma ona joningni, onang mehri yana bo'lg'ay bo'lmalay. Onang mehri yana bo'lg'ay bo'lmalay. Yigitga tog'a ham bir qurbon bo'lar, tog'a rozi bo'lsa iqboli kular. Tog'ali yigitdan dev ham jilg'alar, bunday suyanch yana bo'lg'ay bo'lmalay. Bunday suyanch yana bo'lg'ay bo'lmalay. Xolada genaning do'stlarisi bor, shu sabab xolani so'kmas yesi bor. Kim uni xo'rlasa elning qasdi bor, checha xolangdayin bo'lg'ay bo'lmalay. Checha xolangdayin bo'lg'ay bo'lmalay. Qidirib kelganda uying to'ladi, olam deb bag'riga seni oladi. Qidirib kelganda uying to'ladi, olam deb bag'riga seni oladi. Qanchalar mehribon Xudo biladi, ammo enangdayin bo'lg'ay bo'lmaday. Ammo enangdayin bo'lg'ay bo'lmaday. Umringni Xudodan tilab turadi, farzandlaring ko'rsa silab turadi. Kerak bo'lsa agar jonin beradi, singlingday mehribon bo'lg'ay bo'lmalay. Singlingday mehribon bo'lg'ay bo'lmalay. Hech qachon ranjitma ona joningni, mehribon qadrdon aka joningni. Akangdan ayama shirin noningni, akangday mehribon bo'lg'ay bo'lmalay. Akangday tayanching bo'lg'ay bo'lmalay. Xotin ketqazadi yurak sherini, chetga chiqarmaydi oilang sirini. Xotin ketqazadi yurak sherini, chetga chiqarmaydi oilang sirini. Mard odam xo'rlamas olgan yorini, yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Allohim bergan ne'matlaringni, qoshingda suyangan qanotlaringni, tarbiya aylagan farzandlaringni, yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Yana senga imkon bo'lg'ay
bo'lmagan